Video boshida darvozamiz o'p shu summasini aytaman, hammaga bu qiziq. 14.400.000 so'mga olib kelib o'rnatdik. Endi darvozaga keladigan bo'lsak, eniga 340, balandligi 325 bo'lgan. Darvozamiz kvadrat metri 1.450.000 so'mdan kelib shu joyga o'rnadik. Kalitini egalariga topshirdik. Toza haqiqiy banishni Xitoy kraskasi GNJ GK2 kraska chatishtirib sepilgan, matviy holatda lak berilgan ustiga lazer reska qismlarini ham taglarini biz ochiq qoldirganmiz. Chang suv o'rnab darvozaning umrini qisqartirmaydi. Har bitta lazer reskani pastda ochiq qolgan. Oldidagi high-tech holatda bukilgan listlar 1.8, orqasidagi listimiz ham 1.8 2 qavat bo'lgan. Ichki qismi полностью shumka qilingan. Aylan atrof profillarimiz 2.1 toza sergilini profili. High-tech darvozamizning orqa tomonini mana ko'rinishi bu 2 qavatli variant. Agar bu joy tekis qilib bu profil karkaslarni ko'rinmaydigan qilib yana bir qavat list bosganimizda bu 3 qavatga aylanardi. Narxi 250 ming 350 ming oralig'ida raznica qiladi razmerga qarab. Bu listimiz ham 1.8, oldidagi mana hozir ochib ko'rsataman. Ruchkani balandroq qo'yib bering deyishgan, yosh bolalarning qo'li yetmasligi uchun. High-tech qismi 1.8 list, orqa tomoni ham 1.8 2 qavat bo'lyapti. Bu bilan lazer reskada chizilgan joylari ham 1.8 dan chizilgan. Bu darvoza 2 qavat hisoblanadi. Orqasini ham yopganimda 3 qavatga hisoblasak bo'lardi. Полностью mana yumshoqqina ruchkalar reglovka qilingan, zamok hatto tillarigacha qo'yilgan, hammasi yumshoq holatda, shtirlarni baquvvat holatda qotirib berganmiz. Har bitta shandirimiz orasida pachimlik bor. Moylangan ideal holatda, mayda detallargacha e'tibor bergan holatda egalariga topshirdik. Darvoza yaxshilikka xizmat qilsin. Ishlarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdik. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Bu videoni sifatli ish qiladigan ustalarni qidirib yurgan yaqinliklarga yuborib qo'yinglar. Sizlarni uyaltirmay ishlarni chiroyli bitirib beramiz.